Menga juda ham ko'pchilik ayollar kelishadi. O'zlarining daromad manbalari bor, lekin erlaridan pul olisha olmaydi. Hozir ayollar rivojlangan, o'zini ustida ishlashyapti. Qanaqa qilib ham turmush o'rtoqlaridan pul olish mumkin? Kelinglar, bugun mana shu haqida gaplashamiz. Kelinglar bo'lmadi lekin. Bo'ldi. Birinchisi o'zi sabab ayol kishi o'zi topishga kirishib ketgan sababi ko'pchilik ayollar og'riqdan kirib ketadi. Misol uchun uyda yetishmovchilik bo'lganda men endi qo'sh tirnoq ichida erimga yordam beraman deyish mumkin yoki o'zim topib ko'rsatib qo'yaman deyish mumkin. Har xilda motivlar. O'sha negizi o'zi o'sha yerda turibdi-da, ya'ni ko'rsatib qo'yish yoki negiz sababi ayol pul olishdan maqsad eridan pul ola olmasligini maqsad nimasi muammosi o'zi pul topishga kirib kelayotgandagi niyati. Pul topishga kirib kelayotganda ayol kishi og'riqdan kirib keladi, yetishmovchilikdan kirib keladi va harakatni erkechasiga boshlaydi. Endi harakat erkechasiga bo'lganda, erkakni ko'rganda qanaqa qilib unga pul yordam beradi? To'g'ri, erkakka pul bermaydi. U 100% pul bermaydi-da. U erkakni energiyasidan pulni ikki xil yo'l bilan topiladi-da. Ayollar yo erkak energiyasidan topadi, yo o'zini ayollik energiyasidan, ya'ni mazasidan. Da anaqa tvorчествоsi nima deydi? Uni tvorчествоni qiziqishlari orqali-da, u ish deb topmaydi, pul uchun topmaydi, ya'ni qiziqishini rivojlantirib, o'sha orqali kelgan pulga rozi bo'lib beradi, yetmaganini turmush o'rtog'i beradi. Demak, ayol kishini pul olmasligini ham foydasi bor ekanda. Shu orqali rivojlanyapti-da. Shu orqali rivojlanish bo'lyapti, shu orqali o'zini kasbini topyapti, lekin baribir turmush o'rtog'idan pul ola olmayapti. Endi bu og'riqdan rivojlanish bo'lyapti-da. Og'riqdan rivojlanish bo'lganda har doim baribir oxiri ayol kishi nega unaqa degan savol bo'lib qoladi-da. Pulni million topadi-da, milliard topar pulni. Keyin baribir o'sha joyga keladi, o'zini ayolligiga qaytish kerak bo'lib qoladi. 100% bo'ladi. Ayollik fitratini Alloh taolo hammaga bekorga ayol qilib yaratmagan. Ayollik har doim xotirjamlik va nafosat orqali rivojlanadi. Harakat va pul topib dokazat qilib qo'yaman degan yo'lda rivojlanmaydi. Va nima deb o'ylaysiz? Ayol kishi qanaqa qilib keyin turmush o'rtog'idan pul olsa bo'ladi? Qanaqa qilib so'rash kerak? Bu savolni eshitganimda o'zim mijozlar bilan shu vaziyat bo'yicha ishlaganim hozir esimga tushib ketdi-da. Shuni misol keltirib aytib beraman. Turmush o'rtog'i bilan pul ola olmasligi, lekin turmush o'rtog'i oilaviy hamma xarajatlarni qoplashi, erkak ayol sifatida munosabatlarida esa o'zini shaxsiy xarajatlariga ko'pincha pul ola olmasligi haqida murojaat qilib kelgan. Shu bo'yicha ishlaganimizda shunaqa vaziyat kelganki, u ayolda raqib ongi ko'proq rivojlangani, turmush o'rtog'idan xuddiki pul so'rab eriga gapirish u uchun yalinishdek. Ildiziga tushganimizda ota-ona munosabatidan o'sha bola ongida chiqargan xulosalari ham sabab bo'lganini ko'rib chiqqanmiz. Turmush o'rtog'ini ba'zi bir vaziyatlarda qolib ketgan ichidagi xafaliklari hal qilinmagan vaziyatlar tufayli bora-bora raqib ongidagi hayot tarzida yashash darajasida eriga isbotlab qo'yish, o'zini ham pul topa olishi, usiz ham yashay olishi, doim ular nima rejalaringiz bor deb so'raganimda yangi hovlimizga parda ilishim kerak, u qilishim kerak, gaplariga ham e'tibor bersak qilishim kerak-da. Borlig'ida faqat ha degan javob bor-ku. Shunda savol berdim, siz qilishim kerak, bo'lishi kerak deyapsiz, turmush o'rtog'ingizni hisobga olmayapsiz. Keling, yaxshisi turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatlaringiz bo'yicha ishlaymiz deb ildiziga tushganimizda shunaqa qiziq vaziyat chiqdi. Hattoki turmush o'rtog'ini familiyalariga o'tmagan ekan. 15 yillik turmush, lekin familiyalariga o'tmagan ekan. Keyingi natijalari shunaqa bo'ldiki, menga rasmlarini tashlab, tilo taqinchoqlar olib bergani, ZAGSdagi hattoki familiyalariga o'tgan dokumentlarigacha o'zgartirganlari haqida ular nima qilishdi? Menga tashlab berishdi, ma'lumot jo'natishdi. Ishlangandan keyin olgan natijasi.
jo'natishdi. Lekin ular hech qachon o'ylab ko'rmagan, turmush o'rtog'ini pul bermasligiga sabab aslida o'zini bolalikda shakllangan ong ostidagi programmalardan kelib chiqqan xulosalaridan olgan natijalarini hayotiga ko'chirib olgani, ota-onasini bir-biriga munosabati, o'zini o'sha paytdagi bola ongida chiqargan xulosalaridan olgan modellari asosida yashayotganini xayoliga ham keltirmaganda. Buni ishlab chiqqanimizdan keyin natijalari juda zo'r bo'ldi. O'zi ham hayratda bo'ldi. Men o'ylamagandim. Bu vaziyatda men doim erimdan xafa bo'lardim. Oilasidagi tarbiya muhitdan kelib chiqib, shunaqa xuddi xushuyada ko'rganini qiladigandek, meni ham hayotimda shu holat takrorlanyapti. Men ko'proq ulardan oqtargandim. Aybni ulardan. Oqibatida ishlaganimizda o'zlaridan kelib chiqdi va osonroq natijaga erishishdi. Demak, qo'shimcha gaplar vaqtida bitta joyini aytib ketmoqchiman. Men birinchi negizi aytganim, ya'ni sabab, nima sababdan ko'roz bularni praktikalarida ong ostidagi nazar, ya'ni bitta neyronning o'zgarishi, har bitta neyronni o'zgartirib chiqishgani ularni hayotlarida ajrim yoki puldan muammo yoki er xotin munosabati hammasi yaxshi tarafga o'zgarib ketgan. Lekin bizada bilmadim, endi tosh otishadimi hozir bilmadim, lekin o'zbek ayollari rosa o'zi uchun erinchoq. O'sha oddiy fikrni o'zgartirishga ham vaqt ajratganga kelmaydi. Hamma uchun qilinadi, lekin o'zi uchun qilinmaydi. Bu bolalikdan aslida singdirilgan bu. Demak, Shahnoz opa, Mashhur opa, demak ikkita sabab bo'ladi. Birinchisi bu ayol kishi kimgadir achinadi, faqat boshqalarni o'ylaydi, shundan orqasidan pul kelmaydi. Ikkinchi tomondan o'zini o'zi isbotlaydi. Eriga, atrofdagilarga isbotlab ko'rsatib qo'yish, o'sha sababdan u hech kimdan yordam ololmaydi, pul ololmaydi. Endi uchinchi bir tomoni bor, ya'ni ayol kishini o'zida hech qanaqa bir aslida maqsadi bo'lmaydi, xohishi bo'lmaydi, lekin o'zi ichida o'ylayveradi. Menga erim pul bermaydi, meni erim yaxshi ko'rmaydi deb o'ylayveradi. Bu meni shaxsiy o'zimning hayotimda ham bo'lgan. Men shu gapni ko'p aytganimdan menga turmush o'rtog'im, "Men senga deb shundoq oldimga 10 million so'm qo'yganlarida menga pullar kerak emas endi" deb qaytarib berganman. Xuddi shunaqa. Mana shu hozir buni juda ham yaxshi tushunamanki, aslida menga erim pul bermayapti degan ayollarda aslida u kelayotgan puliga xohishi yo'q aslida. O'zi nimaga qatga ketayotganini bilmaydi. Mana shunaqa juda ko'plab ayollar bilan ishlash jarayonida ham isbotlab berish, pul ola olmayapman deyotganlar aslida rejasi yo'q, plani yo'q, o'ziga mana e'tiqod qilishimizni ajratadigan vaqti yo'q. Mana shu sababdan faqatgina o'sha muammoni o'ylab, faqat vaqt o'tkazish bo'lib qoladi. Hal qilish qanday bo'ladi? Hozir siz aytasiz, xohishi yo'q deb. O'zi xohishi bor, prosta xohishi ego yopib olgan bo'ladi, abidalar. Ego nima bu? Abidani boshqacha ko'rinishi. Ya'ni xafagarchiligi bolaligidan ko'payib ketgan erkaklar tarafiga, turmush o'rtog'iga, yana kimlargadir va fikr miyasida o'sha ong ostida, ongida shunaqangi fikrlar, o'sha negativ fikrlar ko'pki, uni endi o'zbekchada beradigan bo'lsa ham arzitolmaydi. O'zini arzitolmaydi. Beradigan bo'lsa ham o'sib ketganki, ego o'sib ketganki, nima dedi, o'sha haligi aytgan 10 millionni ham olsangiz o'zingizni past ko'rasiz, tipi past ketasiz. Shu erkakni oldida haligi aytdim-ku, pul topmoqchi bo'lganda ko'rsatib qo'yish ongi, ya'ni bular aytganlardagi raqib ongi. Ko'p ayollarda bu narsa, raqib ongi. Hatto umuman raqoblashadigan joyingiz yo'q erkaklar. Aslida er bilan xotin bir-biriga raqib emas, bir-biriga do'st bo'lish kerak. Aslida oilalardagi katta muammo ham mana shu bo'lib qolyapti hozir. Yana bitta shu tomoni bor. Bu xulosaga kelib hayotida bu vaziyatni tortib olish uchun hayotiy tajribalardan tashqari bizga singdirilgan so'zlar bor, maqollar bor. Erni nonini yeyish uchun temirdan tish kerak. Erkak kishi do'st bo'lmaydi. Shunaqa maqol bormi? Da, erkak kishi do'st bo'lmaydi. Va shunga yaqin bizda eskidan ong ostiga kirib kelingan iboralar bor. Mana shunga ongli ongsiz tarzdagi ishonch ham hayotimizga shu vaziyatlarni yaratib beradi. Qoyilmi? Bunaqa maqol birinchi bor eshitishim. Bor. Juda ko'pchilik biladi bu maqolni. Farg'onada ekan bu bo'lsa.
O'chirib tashlaysiz joyi. Hozir judayam katta mavzular haqida gaplashdik va bilasizmi, hayotimdagi mana shu aytilayotgan muammolarning hammasi bo'lgan. Pulsizlik, qadrsizlik, sevgisizlik, baxtsizlik hammasi bo'lgan, lekin hammasini shaxsan o'zim bilim, tajriba orqali hal qila oldim. Pulsizlikdan cheksiz pullar hayotiga, oilaviy ajrimdan baxtgacha kela oldim va bu yo'lda menga ustozlarim bilimlarini o'rganganlarim, tajribalarimni 7 yildan beri ayollarga o'rgatib kelyapman va agar sizda ham shunaqa muammolar bo'ladigan bo'lsa, men sizga yordam berishga tayyorman. Shaxsiy tajribamdan 7 yillik 10 mingdan ortiq ayollarga ishlash yo'li, natijalardan sizga o'sha bilimlarni berib, hayotingizni natijaga olib chiqishga tayyorman. Agar bunga tayyor bo'lsangiz, men Baxt Muborak siz bilan birgaman. YouTube kanalimga, Telegram, Instagram kanalimga obuna bo'lsangiz bo'ladi. Murojaat uchun konsultatsiyaga nomerlarimni yozib qoldiraman. Shahnoza opa, Mashhur opa, ekspertlarimiz yordam berishga tayyor. O'zlaringiz haqingizda aytsangizlar bo'ladi. Man hozir yaqinda ayollik fitrati kursimizni boshlaymiz. O'sha ayollik fitrati kursimizga hammanglarni taklif qilib qolaman. Sababi o'ta siz bilgan va bilmagan, eshitgan va eshitmagan ilmlar bor. U ilmlar bilan sizlar bilan maza qilib bo'lishaman va natijalaringlar kuttirmaydi qizlar. Narxi atigi 139 ming so'm. O'shaning uchun bugun erta shunaqa bemalol foydalanasizlar bo'ladi. Pastda Telegram kanalimizni qoldiramiz. Ulanib olinglar va yopiq kanalimizga qo'shilib olasizlar. Turmush o'rtog'i bilan pul ola olmaslik vaziyati qarshisida tushkunlikda qolgan ayollarimizga shuni maslahat berardimki, bu vaziyatingiz global muammo emas, bunga yechim bor. Bitta konsultatsiya orqali vaziyatni anglab, ildiziga tushib, hayotingizni sevgiga, o'zingiz xohlagan natijalarga olib kelishingiz mumkin va bu uchun sizga yordam berishga tayyormiz. Rahmat.